Yo'qqa tezroq. Voy, to'xta. Ha? Mashinaning kaliti yo'q. Qayerga qo'yuvdingiz? Katta xolamnikida qolib ketibdi, Charaz. Balandga boramizmi? Inangga borasan. Uyda qolib topchiq. Mol. Boraylikmi? Kire. Charaz shu Bakavoyni Mamitlarga qo'ysammi deyapman-da. Chunki sen uni to'sib turibsan-da. Qoch, mol, uraman hozir. Mana marhamat. Beparosat, mol. Tinchlikmi? Kim? O'zingiz bilan so'kyapsiz. Ovqat olib kelib, qo'shib olib kelmabdi. U sizni qarindoshingiz. Nimaga? Parosatlar o'xshashligini qarang. Bizda unaqa qarindosh yo'q. To'g'ri. Sizlar yagona beparosatsizlar. Mana aytdim-ku, yagona beparosatsizlar. O'ziga kvartirani pul to'lash kerak. Vaqti keldi. Kvartira yo'q. Xonsaroy afsonasi loyihasidan oyiga 4 million so'mdan to'lashga xonadon olib qo'ydim. Nima qilamizmi? G'ishtlarni bittalab olib sotamiz, Charaz. Ikki kvartirani qo'yib qo'yamiz-da, u kvartirani bergan pulni o'zimiz kvartiraga to'laymiz, Charaz. Voy, menga zo'r ishlaydi, bo'sika. Yashaymiz, mol. Zo'rmi? Ketdi. Ha, yur. Hali bitgan yo'q, endi boshlandi loyiha.